Xo'sh, mana sizlarga 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt. Rangi Zebs rangda, hozir yangi chiqqan ranglarda. Bu mashinamizda 4 ta yumshoq balonlari bor. Yurgani 9000 km yuribdi. Mashinaning ichki holatlari mana. Yangi mashina, qisqasi hech narsa qo'yilmagan. 4 ta yumshoq balonlari bor ekan. Mashinada mana orqa tomondan ko'rinishlari. Mana mashinamizda orqa bagaji. Ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizda mashinamizda narxini sizlarga aytib o'tamiz. Narxi kelishtirilgan narxlarda sotlaydi ekan. Yana ichki holatlarini yana bir ko'rsatib o'tayapmiz. Bar qo'yilgan ekan, 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Boshqa hamma narsasi zavodskiy holatda. Mana shu mashinada yana qaytarib o'taman. 2023-yil mexanika korobka, 4 ta yumshoq balonlari bor. Benzinda yurgan 9000 km yurgan, kraskasi top-toza. Mana Zebs rangdagi Cobaltni $10,450 berib yuboramiz debdi egalari. Egalarining nomeri 99lik 347 8806 nomerlarda. Jizzax shaharida turibdi mashina.